muaciratda yaşayotgan barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqrammasını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Cumhuriyetçiler quyosh energiyasi masalasida Baydenni kishilik huquqda chang turishga chaqirdi. Yer shari mashina ta'minlash zanjiri Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan zich munosabatlik ekan. Xitoy dunyoning har qaysi joylarida 100 dan ortiq saqchi markazlarini qurgan. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Cumhuriyetçiler quyosh energiyasi masalasida Baydenni kishilik huquqda chang turishga chaqirdi. Bloomberg xabar torining 2022 yil 6 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Cumhuriyetçiler partiyasi Bayden hukumatini Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi turish uchun federativ import cheklamasini yo'lga qo'yishda yeşil energiya nishonini oldingi o'ringa qo'yish kerakligini ogohlantirdi. Cumhuriyetçiler partiyasining vakili Mike Gallagher va Chris Smith shundaqla Kengash palata a'zosi Marco Rubio va Tom Cottonning yo'li yo'riqi birinchi ayda cho'ng ko'rni partiya avom palatasini kontrol qilgandan keyin bu masalani qattiq nazorat qildiganligini tushuntirdi. Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunidagi savdo cheklamasi pul paxalligini azaytish qonunidagi pokiz energiya nishonining badaliga allaburun qayta hosil bo'ladigan elektr energiyasi turida intayin muhim bo'lgan quyosh energiyalik batareya taxtasi va boshqa uskunalarning importiga to'sqinlik qiladi. Parlament a'zolari Davlat bexatarlik ishlari sekretari, Davlat chegara mudofaa tamosha harakati boshlig'i Aleksandra Mayorkasga yozgan xatida Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini to'liq ijro qilishingizni talab qilamiz. Bo'libmi majburiy emgak bilan ishlangan quyosh energiyalik batareya taxtasiga kelsak, shaxsiy pensiya hisoboti ostida to'liqlama yordam puli va boj kreditiga erishidi. Amerikalik boj topshiruvchilarning Uyg'urlar va musulmonlarni asos qilgan boshqa millatlarning unumli qulluqiga to'liqlama berishiga yo'l qo'yilmaydi deyildi. Amerika Pokiz elektr energiya jamiyati bir qism eksport qiluvchilar chegarada tutib turilishdan ansirab, Amerikaga mal avatishni oldi bilan to'xtatdi. Bu qayta hosil bo'lgan elektr energiyasi asliyalarining tuvallishi va yangi turlarning amaldan qoldirilishiga sababchi bo'ldi dedi. Cumhuriyetçiler partiyasi hukumatning qonunini ijro qilish uchun texmi qattiq tadbir qo'llanishni xohlaydiganligini aniq o'tirg'a qo'ydi. Avam palatasi Cumhuriyetçiler partiyasi kelar yili Xitoyga aloqador masalalarni texmi ko'p nazorat qilganlikdan bishorat berdi. Vakil Kevin McCarthy agar Avam palatasining raisligiga saylansa, u Xitoy to'g'risida tanlash komiteti quradiganligini, bu uning 2022 yili qurgan Cumhuriyetçiler partiyasining birdan-bir xizmat guruhining tadrijiy taraqqiyot ekanligini aytdi. Yer shari mashina ta'minlash zanjiri Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan zich munosabatlik ekan. New York vaqt torining 6 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, avtomobil sanoati to'g'risidagi dokladda Amerika hukumati malni majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan dedi. Dokladda aytilishicha, yer shari avtomobil sanoati Amerikaning Uyg'ur majburiy emgakidan ishlangan mahsulotlarni sotib olishini cheklashiga qaramay, atalmish Xinjiangdagi Uyg'urlarni majburiy emgak silish orqali ishlab chiqarilgan xom ashyo, zapchas va boshqa ta'minotlarni sotib olgan. Angliya Sheffield Hallam universitetining kishilik huquq va zamonaviy qulluq professori Laura De Morphy boshchiligidagi tadqiqotchilar guruhining dokladida atalmish Xinjiang bilan bo'lgan munosabatga qo'yiq bo'lgan Xitoy shirkatlari va ular bilan metall, batareya, sim va choq qatorliq moddalar bilan ta'minlaydigan mashina ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi bog'lanish tafsili bayon qilingan. Dokladda aytilishicha, Volkswagen, General Motors, Ford Motor, Honda, Mercedes, Benz guruhi, Toyota va Tesla qatorliqlar xom moddalarni atalmish Xinjiangdan sotib olgan. Dokladda yana nurg'ulg'an Xitoy sanoat magnatining nurg'un ishlab chiqarish o'rinlari bor bo'lib, ular xalqaro mashina ishlab chiqaruvchilarni atalmish Xinjiang sirtidagi zavodlardan yasalgan metall elektron yoki choq bilan ta'minlaydi ekan. Doktor Morfinning aytishicha, uning guruhi mashina sanoati uchun atalmish Xinjiangda tijorat qilayotgan qizib pishiqlab ishlash, material yasash korxonasidan 100 ni aniqlab chiqqan bo'lib, buning kam degandimi 38i o'zlarining ijtimoiy aloqa hisobot nomeri orqali Uyg'ur majburiy emgakini ishlatganligini tashviq qilgan. Bir qism Xitoy shirkatlari g'oyat zo'r kasb bilan ta'minlovchilar bo'lib, ular ijtimoiy aloqa turida yillik dokladlarda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan siyosatini yo'lga qo'yishdagi rolini faxrlangan holda tashviq qilgan. Dunyodagi eng chong po'lat temir ishlab chiqaruvchi Xitoy Baowu po'lat temir guruhini o'z ichiga olgan. Uning atalmish Xinjiangda tarmoq shirkati bor bo'lib, umumiy po'lat temir ishlab chiqarish miqdorining kam degandimi 9%ni egallaydi ekan.
Bao guruhi 2020 yildagi korxona ijtimoiy mas'uliyat dokladida Xitoy rahbari va kompartiyaga amal qiladiganligi to'g'risida va'da berganda, uning tarmoq shirkatining partiyaning milliy siyosatini to'liq yo'lga qo'yganligi va atalmish Şinjanning janubidagi yezilardagi Namrat oilalardan kelgan 364 nafar ishchining o'rinlashtirilganligini o'ttirg'a qo'ygan. Bao guruhining tarmoq shirkatlari atalmish Şinjanning Namrat rayonlaridagi ishchi xizmatchilarni boshqa rayonlarga yo'tkash va atalmish namratlikdan qutuldirish programmasiga qatnashgan. Xitoy dunyoning har qaysi joylarida 100 dan ortiq saqchi markazlarini qurgan. Yangi Shafaq gazetining 5 dekabr kunidagi xabarida aytilishicha, Anadolu agentligi Xitoy chet eldagi o'qituvchilarni iz qo'g'lash va bostirish uchun dunyoning har qaysi joylarida 100 dan ortiq qonunsiz va maxfiy markaz qurganligini o'ttirg'a qo'ygan. Markaziy Ispaniyaga joylashgan fuqarolar jamiyati amonlik qo'g'duvchilari Xitoyning chet eldagi kuzatish markazlarini asos qilgan charlash va qoyil qilish bilan shug'ullanadigan 110 Xitoy faoliyat o'rni nomli doklad e'lon qilgan. Dokladda 9 oyda doklad qilingan 54 Xitoyning chet eldagi saqchi punktidan boshqa yana 48 saqchixonaning tijorat qiladiganligi, saqchixonaning jami 102 ga yetganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Yangi saqchi punktidan 11 Italiyada, ba'zilari Kirodiya, Sibiriya va Ruminiya shundoqla boshqa davlatlarda bo'lib, bu punktlarning chet elda yashaydigan 230 ming nafar Xitoyni davlatiga qaytishga qoyil qilganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Fransiyadan kam degandimi bir nafar Xitoy davlatiga qaytishga majbur qilgan. Xitoy chet elda saqchi punktlarining borligini inkor qilib, bu o'rinlarning Xitoylarning rasmiyatlarini bejirishga yordamchi bo'lganligini aytib turgan. Bir insonning Tangri oldida mukallaf, ya'ni mas'uliyatkor insonga aylanish uchun aql va baliq bo'lishi oldingi shartdir. Xuddi shuningdek, yuqoriqilarni kishining vatan mustaqillik ko'rishining bir nafariga aylanishi da'voning mukallaflik salohiyatiga ega bo'lish uchun asosiy shartlardan deyishga bo'ladi. Vatan mustaqilligi xususida bunchalik aqlli shartni hozir qilmagan, vatanni dushman qo'lidan qaytarib olishdek jihad farzining mayli ustalda, mayli janggohda bo'lsin, mayli qalam, mayli alam bilan bo'lsin, jonni olqonga ilib turib qilinadigan harakat ekanligini anqirmagan bir da'vochining da'vo qilish salohiyati bo'lmaganidek, uning bu yo'lda qilayotganlarining hech bir qimmati bo'lmaydi. Bundaqlarning iymonini, dinini, jihadini pesh qilib da'vatganlari, iddia qilayotganlarimi shuarvozlik qilishdan, riyokorlik qilishdan, suiiste'molchilik qilishdan chetlamaydi. Shuursiz, angsizlarcha qilingan mustaqillik harakatlari, tadbirsiz bosilayotgan qadamlar mana bu salohiyatsizlik da'vochilikning qo'lida payxon bo'lishdan, doimo mag'lubiyatni tetishdan qutulolmaydi. Bundaq da'vochilikning tutumlarida jonni olqonga olganlik ifodalari tugul, sesixchinini qandoq qilib saqlab qolish, qandoq qilib e'tiborlanishga erishish tutumlari ko'rinadi. Yulanchiksirash xohishi avj oladi. Qilmishlari riyokorlikdan, ko'zko'zchilikdan xoli bo'lolmaydi. Qaysarlik, shijoat, botirlik, fidokorlik va qahramonlik qatorliq sifatlar bundaqlar to'pida aslo reallik yuzi ko'rmaydi. Bundaqlarning qo'lida da'vo maydonlari qo'rqinchoqlikni qandoq qilib yo'shirishning teatr nomerlarini o'rinlash sahnasiga aylanib ketadi. Bu sahnada ish ching'iga chiqay deganda qandoq qilib orqaga qarab chekinish taktikalari, andishlikdan qutula olmaslik, o'zimchilik, shaxsiyatchilik, obro'yparastlik qatorliq aks ettirmalarni qandoq qilib siyosiy puroqqa ega qilg'ili, da'vo markaziga moslashtirib, qandoq pishiqlab ishlagili bo'lganligining nayrang choralari mashq qilinadi. Qisqasi, mustaqillik da'vosi bu tor da'vochiligining soyasida ulug'vorlikning namoyandalarini ko'rish, shirmat azmatlarning qahramonlarcha ish izlarini namoyon qilish, doilaning o'z talantini joriy qildirish sahnasi bo'lishdan chiqadi. Da'vo sahnasi aslidagi ya shahid, ya g'ozi, ya o'lim, ya ko'rim kabi o't yurakchi shuarlar simfoniyasi o'z kuchini ko'rsatadigan sahna bo'lishdan, biroqla dushmanining falsafasidagi intiqom ro'yichilik aqalli tutumdanmi yo'qsizlashgan notvan bir sahnaga aylanib qoladi. Natijada vatan mustaqilligi harakati xarakteri yo'q qilingan, bulg'angan, dunyolikning, jonbaqtlikning vositasiga aylantirib etilgan, shakli o'zgargan, shaxsiy havas istaklarga setilgan bir harakat bo'lib tutib chiqadi. Mustaqillik da'vosi mushxil, idroksiz, salohiyatsiz da'vochilikdan to'xtovsiz ziyonga uchrab o'tadi. Olg'a bosmaydi, xo'rlanadi, haqoratlanadi va doimo birilarining oldida tizi pukuk jinoyatkorga, tasmiliq absharkaga aylantirilish qismatidan qutula olmaydi. Burxon Muhammadning yozmalaridan ilindi.
Hörmetli körülmenler, xabarlarimizni kögünüңлар üçün köp rahmat. Kelar qitimki programmamız görüşkice Allah'a amanet bolgaysızlar.